Hozir o'kinibdi usta men o'zi bilardim-ku, endi bu darajadaligini bilmasdim. Mana xudo xohlasa. Bitta joyda ishlayotgan ekan, endi og'irroq ish. Siz hunar olmaganmisiz desam, "Ya hunarim bor, ustaman" dedi. Uy ustasi bunaqa devorni uy qurar ekan xullas. Zo'r-ku. Shunday hunaristlar to'g'risidan bu ish bo'lmaydi erkak kishiga. Qilmayman buni desam, qoraga ustachilikni bezillab tashadim degan. Bezillaganimdan tashadim bu ishni degan. Chiroyli. Keyin usta bo'lganimcha o'zim bilaman, ustachilik yengil kasb emas. Men o'zim devor, beton, tom, patolog, eshik, rom qilgan bolaman men. Yaxshi bilaman ustachilik qiyinligini. Qiyin bo'ldimi desam, yo'q deyapti. Ishlagan joylarimizdan haqlarimizni ololmayapmiz deyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Hozir o'sha yerda kuniga necha pul topasiz? 100 ming, 120 ming deyapti o'sha ishda. Hisoblasam 3,5-4 million ekan desam, ha deyapti. Bu